Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Urganch shahrimizda 4 qavatli binoni 4-qavatida 3 xonali kvartiramiz barcha jihozi bilan sotiladi. Bahosi 400 million so'm. Mo'ljal Ahmad Cheese kafesi yonida. Kirish eshiklarimiz turist eshiklardan qo'yilgan. Bu kvartiramizning barcha jihozlari yap-yangi, hammasi qoladi. Pastlarimiz 100% laminat pol qilingan. O'ng qo'limizda spalni. To'g'rimizda ko'cha tomon balkoni. Chap qo'limizda sanuzeli. Devorlarimiz, pastlarimiz kafel qilingan, issiq suv uchun ariston ham qo'yilgan. To'g'rimizda kuxnya. Kuxnyamizdan barcha jihozi qoladi. Hujjatlarni aytib o'tsam 100% tayyor. Bahosi 400 million so'm. Kelib, ko'rib, gaplashib, arzonroq olsa bo'ladi. Bu xonamiz katta zol joy. Bu xonamiz spalni. Bu kvartiramizning barcha oynalari akvariumdan qo'yilgan. Har bir xonamizda isitgich registrlar qo'yilgan. Bu xonamizda yangi mebellar qoladi. Zolimizda yangi konditsioner, yangi televizor ham qoladi. Hurmatli obunachilar, Ruslanjoy kanalida bu telefon nomerlarimiz ekranlarda yozilgan. Bemalol telefon qilaveringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.